Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymaz. Leksiyada Sıdıkacı Rosa Washington'dan sözleymez. Bugün Keslağı 2024 yıl 10. ayının 24. günü. Heptige Perşembe vatandaş. Biz sizlerge evvel vaziyetten bir iki kelimini yazmış şekilde sizlerge tapşırıp deyli. Bu kısa haberler şekledik mesela alaylı. Birinci haberimiz ekranda Winjabow'nun hayati xatarga duch keldi. Asli mavzu Winjabow ayni chog'da Xi Jinpingga yordamlashib Xi Jinpingni taxtga chiqargan kishi edi. Bugun Winjabow birinchi darajalik siyosiy dushmanga aylandi. Bir qatimliq fursatni qo'ldan berib qo'ydigan bo'lsa va yoki mushu kundagi fursatni qo'ldan berib qo'ydigan bo'lsa Winjabow ikkinchilikka chang'a aylanadi. Li Yiping obzori 10. ayning 24. kuni 10 soat ilgari. Şimdi vatandaş Winjabow 9. ayının 30. günü devlet ziyafetinde oturdu. Sol tarafta Winjabow, 10 tarafta Li Yiping. Arada bir haber geldi. Tazi işenmegenligim için götürüp çıkmagan idim. Bu haber değilgen idi. Li Yiping, Winjabow, Zeng Chenhuang. Bular sabık daimi hayatın yaki siyasi büronun azaları. Röncin yaki yumuşak Mirza Qamak elinde deyilgen idi vatandaş. Görün ha? 30. günü ziyafette. Çakçaklı şunu deydi koyup 9. günü türmüde. Yaki Mirza Qamak elindeydi. Hazır emde Li Yiping bu obzorçu nime deydi? Winjabow'nun takdiri xatarlik. O işkence lika çanga ilinip kalıdı. O tünügün yardımlaşken idi Xi Jinping'e. Bugün o siyasi düşmanga aylandı. Siz bu noktadan kimnin qaysı takdiriga yo'liqqanligini qo'yib turing. Kimnin qaysı zarbiga yo'liqqanligini qo'yib turing. Kimning masalan Zhang Yushaning hokimiyatni yoki harbiy huquqni tortib olganligini qo'yib turing. Nemishqa har kunda har xil xabar keladi. Har kundagi har xil xabarning qatnashchilari Jungoning yuqori darajalik amaldorlari. Bu nimani tushuntirib berdi hurmatli vatandosh. Hokimiyat ichida pat-paraq. Jungdan hayda pat-paraq. Yoki qurilma rahbarlik qurilmasiga daz ketdi. Qandaq vaqt yuz berdi bunda ishlar vatandosh? Og'dirilish. Gumron bo'lishdan davriga kirib kelgan. Shunda tushunsangiz bo'ldi vatandosh. İkinci leksiya. Ekranda agar Jungo Kompartiyasi Chavshanni do'rab askar chiqaradigan bo'lsa, Rossiyaga yordam berib Ukrainaga qarshi turish uchun askar chiqaradigan bo'lsa, NATO Jungoga qarshi askar chiqardi. Amerika Jungoni allaqachon qo'rshovga olib bo'ldi. Asli mavzu mundaq: urush vaziyatida jiddiy o'rlash yuz berdi. Chavshan o'rtaq urushchi davlatga aylandi. Danq etib qoldi. Ya'ni Xi Jinping va yoki boshqa hokimiyat danq etib qoldi. Xi Jinping qo'l salamdi. Umid sadosi 10. ayning 24. kuni 1 soat ilgari. Biz bu xabarga javob berishda avval tuvanda so'zlaydigan leksiyamiz bor. Mushuning aloqador shuni anglasangiz bo'ldi vatandosh. Jungoning yuqori qatlamida yumshoq shakllik harbiy o'zgarish yuz berdi. Yana bir xabar. Jungoda hozir Bengalcha yoki Bengal uslubi bo'yicha isyon ko'tarish dolqini ko'tarildi. Bengal hukumati yaqinda og'dirildi. Dal shundoq dolqin, dal shundoq isyon hozir Jungoda boshlandi. Yumshoq shakllik harbiy o'zgarish yuz berdi. Jungdan hayda. Umid sadosi 10. ayning 24. kuni YouTube 6 soat ilgari. Ekranda Jungo Kompartiyasining beshida Damokles xanjari sangilab turibdi. Xi Jinping 12. ayda agar
krizisga mubtalo bo'ladi, yo duchor bo'ladi. Asli mavzu alomatlar ko'rsatdiki, azaplı kunlar davomlashidir. Jungo uchun aytganda azaplı kunlar davomlashidir. Kompartiyaning beshida Damokles xanjiri sangalab turibdi. Amerikadagi cho'ng saylamning o'tkilidan o'talamda saylam Amerikada bo'ladi, ama savol qarang, Jungo Amerikada o'tkazilgan cho'ng saylamning o'tkilidan o'talamda. Bu qaldi savolga ne vatandaş? Haqiqatan qaldi savolga. Demek bu yerda saylam Amerikada ikki partiyaning nomzodi saylamga tushdi. Bir haftalarcha qoldi oraliqda. Bu yerda gap kim kirdi Oqsaroyga? Bu Oqsaroyga kirgan prezidentning, yangi prezidentning Jungo siyosati nima bo'ladi? Mana bu o'tkal. Jungo mushu o'tkaldan o'talamdi. Deydi hozirgi bu xabarda. Umid sadosi 10 ayning 24-kuni 19 soat ilgari. Vol ko'chasi gazeti. Yurtdoshlar jamiyati tashkiloti Jungo Kompartiyasi Amerikaga singib kirish bazasidir. Mavzuli xabar 10 ayning 24-kun Jungoga nazorat orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu yerda buning ma'nosi ol ko'chasi shunda xabar e'lon qildi. Hozir Amerikada yurtdoshlar jamiyati qurilibdi. Bu yurtdoshlar jamiyati qurilibdi. Amerikada hozir Virginia shtatida yashayotgan Uyg'urlar orasida Tungshanxuy yurtdoshlar jamiyati bormi yo'qmi? Agar o'zlari qurmagan bo'lsa Uyg'urlardan, Virginia shtati atrofidagi Uyg'urlardan mushu Xitoylar qurib chiqqan yurtdoshlar jamiyatiga a'zo bo'lgan kishilar bormi yo'q? Men bugun savolni shunchalik qo'yib o'ltirib turay. Agar Amerikaning pasportini elib vatanga berayotgan, kelayotgan kishilar kimlar? Sen Xitoyning jasuslari Amerikaga avatib pasport elib o'tirda aloqachilik qil, josuslik qil deb tashkillagan kishimi? Sen vatanga berib hozir Uyg'ur da'vosi degan xalqaro da'voga qanday ta'sir yetkazding? Sen siyosiy panohlik qilganda meni o'ltirib yetdi, o'qilib yetdi, bo'qilib yetdi deb siyosiy panohlik qilgan odam. Amerikaning pasportini qo'lingga olib vatanga, mustamlika vatanga qanday bordim? Bu Amerika demokratik davlat. Bunda savolni o'tirib qo'ymaydi. Amerika qonuni va davlat. Bunda savolni o'tirib qo'ymaydi. Lekin sening vatanga berishing, kelishing, qaytishing bu Uyg'ur davosiga salbiy emas, ashaddiy zarba elib keldi ham. Sen qanday tashkillangan odam? Sen Amerikada pasportni qanday olgan odam? Yaqindan beri vatanga qancha qatim bording, kelding? Biz sana savolni qo'yib turaylik, vaqti kelguncha. Vaqti kelmay turib gap qilish bu bo'lmay tantaglik bo'ladi. Vaqti kelganda, vaqti yetib kelmaganda gap qilmasak, vaqti yetib kelganda gap qilmay jim turaverib bu xufsallik bo'ladi. Sen pasport aldın, vatanga beribotsan, pasport aldın, vatandan kelyapsan. Xo'sh, Amerikada qaysi oilani, qaysi Uyg'urlar guruhini qo'llaysan? Masalan, Amerikada Virginia shtati yurtdoshlar jamiyati bormi? Uning qatnashgan Uyg'urlar bormi? Yasa so'rab kirdingmi Xitoyning birlik siyosati? Mana bugun Vol ko'chasi 22-kuni shunda xabar qilibdi. Amerikada Jungo Kompartiyasi qurib chiqqan yurtdoshlar jamiyati Amerikaga singib kirish bazasidir. Yak mundaq aytganda jasos orqali Jungo Kompartiyasining Amerikaga singib kirish bazasidir. Bu xabar esingda bo'lsinchimi? Hozir yana qo'shimcha bir xabar vatandosh Jungoning har qaysi joylarida hozir maxfiy turmalar qurildi. 2 yildak bo'pti bu maxfiy turmalar qurilib o'tibdi. Bu xabarmi qachon hozir 10-oyning 24-kuni Jungoga nazar orbitida e'lon qilindi. Bu turmalar kimlar qamaladi ekan? Tekshirilayotgan xiyonatchi, jinoyatchi degan yuqori darajalik amaldorlar, kadrlar bu turmalarga qamaladi ekan vatandosh. Biri ular kompartiyaning maxfiyatligini biladi ekan. Shunga tashqariga chiqarmasligi uchun bular shu turmalarga qamaydi ekan.
Andan bu türmelerni hazır cemiyette, Cungo cemiyetinde xiyonatchilar türmesi deb atapti. Qandaq bo'lishi nazar yana bir xabarda bu türmelerga Cungo cemiyetidagi yuqori darajalik olimlar, mutaxassislar, doktorlar, masalan, Palla akademiyasining a'zolaridek mushundaq ziyolilar qamiladi deb yana birisida shundaq aytilgan. Chunki bular qo'yilgan talab Cungo'ning iqtisodiy ahvoli to'g'riliq so'zlamaysan, markazning siyosiy to'g'riliq so'zlamaysan, bu shartlar asosida sen samimiy sadoqatini ifodalab bir necha yildan keyin ondan ozod bo'lib chiqishing mumkin. Masalan, kayinda bu gap yo'q vatandosh. Reis Xi Jinping qilalamdi, qilamamdi tavakkalchilik yoki shu urushni qo'zg'ayalamdi, qo'zg'ayamamdi. Lekin Reis Xi Jinpingning urush qilish xiyoli bor, uning loyiq madori yo'q. Mushundaq ahvol ostida jamiyatni tartiblash, jamiyatni cho'chitish, jamiyatni indakka keltirish uchun hozir yuqorqidek maxfiy turma va shundaqlar. Cungo'ning yurtdoshlar jamiyatini Amerikada qurish, chet ellarda qurish shakli orqali kontrol qilish, chet ellarda faoliyat qilayotganlarni kontrol qilish mana shu masala vatandoshi. Endi sizlarga so'zlaydigan yana bir xabarimiz qayerdan boshlandi? Mana menga endi diqqat qilishingiz vatandosh. Buningda nima deyildi? Masalan, alayli mavzu mundaq. Amerika NATO Chavshanga askar avatib Rossiyaga yordam berganligini dalilladi. Amerika va NATO Chavshanning askar avatib Rossiyaga yordam berganligini dalilladi. Amerika davlat mudofaa ministri bu ish Yevropaga va Hind Tinch okean rayoniga ta'sir ko'rsatdi dedi. Mavzuli xabar 10-oyning 24-kuni Cungo'ga nazar orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu chaqchaq emas, hozir vaziyatning o'zgarishi deb aytamiz. Buning chunki Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministri Liloyit ifoda bildiryapti. Ukraina prezidenti Zelenskiy ifoda bildiryapti. Mushu masalada Koreya ifoda bildiryapti. Koreyaning ifoda bildirishi intayin keskin vatandosh. Koreyaning ifoda bildirishi intayin keskin. Bundan keyin bunga ifoda bildirayotgan yana kimlar bor? Masalan, alayli Cungo Kompartiyasining sekretari Xi Jinping bu qatim Qozonda Bashkisak davlatlar yig'inida Rossiya piloti Vladimir Putin bilan ustalda suhbatga o'tadi vatandoshim. Reis Xi Jinpingning odamlari bu tarafda, prezident Vladimir Putin o tarafda men turgan masxar qildim-ku. Bular mushki davlat rahbari qo'lidagi xatni o'qib beryapti, o'z oldiga so'zlay olmayapti. Dedim vatandosh, bu burun Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putinning xizmat faoliyatlarida uchraydigan ish emas. Bu faqat qo'liga qog'oz elib so'zlamaydigan dunyoda birla davlat bo'lishi kerak, davlat rahbarlari, masalan Amerika Qo'shma Shtatlari. Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshqa, masalan G'arb davlatlaridan, davlat boshliqlaridan boshqa, shu Vladimir Putindak, Reis Xi Jinpingdak yana birisidagi odamlar ashunda so'rida qo'lida xatni o'qib turgan qoida bo'lishi kerak vatandosh. Endi bu ishning ig'irliklari shu yetdiga qarab turing. Shu yig'inda Reis Xi Jinping shu suhbat bayon yig'inida Reis Xi Jinping mundaq dedi. Rossiya bilan Chavshanning birlashib, Chavshanning askariy qismlarini Rossiya zimmiga yetkazib kelib, Ukraina qarshi urushga selishning o'zi bu nimadan darak berdi? Dedi Reis Xi Jinping o'tirg'i qo'ydi va balki Chavshan bilan Rossiyaning ittifoqlashganligi, birlashganligini shu qatimda shu suhbatda tanqid qildi vatandosh. Siz buni qanday tahlil qilishingiz mumkin? Masalan, Rossiya bilan Chavshan birlashib, Chavshan Ukrainaga qarshi Rossiyaga yordam beradigan askar chiqadi desangiz, bu ishdan Cungo Kompartiyasining xabari yo'qmidi? Cungo Kompartiyasi bilan Chavshanning munosabatini so'zlamasak-mi bilasizlar? Cungo Kompartiyasining bosh xabari yo'qmidi? Xabari bo'lsa-da bu qatam Moskvaning Qozon shahriga berib, prezident Vladimir Putinni tanqidlashning o'zi bir rangvozlikmi va yoki rostchilmi? Buni hozir dunyo matbuoti dediki, zaytun shahi. Prezident Reis Xi Jinpingning qo'lida pulanib bo'lgan zaytun shahi. G'arb dunyosi ko'rsatayotgan zaytun shahi.
Endi hazır bu iş çoğaydı vatandaş. Bu iş çoğaydı. Mesela alayla Amerika, NATO, Çavuşan'ın asker evetip Rusya'ya yardım bergenliğini delilledi. Amerika hem rast dedi bu işini, NATO hem rast dedi bu işini. Amerika Devlet Müdafaa Ministeri Avustin Pakistan'ı kördük dedi. Ukrayna Medeniyet Ministerliği strateji haberleri ve uçuyor merkezi 10. ayının 18. gün bir parça video film ilan kılıp Çavuşan askerlerinin Rusya'nın harbiy lagerda Moskva'nın Ukrayna'ya karşı uruşa katnışqa tayyor turganlığını aşkarıldı. Oxşaş bir günde Koriya İstihbarat İdaresi Sünni Emrah suretleri bilen koşup axbarat ilan kılıp Rusya harbiy parxotlarının 10. ayının 12. günü Çavuşan portada asker yötkavotkan faaliyetlerini hem suretki düşürüp aldı. Koriya istihbaratı mında görsetti. Rusya harbiy parxotları 1500 nefer Çavuşan askerini Çavuşan'ın Çingçin, Tongşin ve Wushu-Dwen deniz portlarından Rusya'nın Vladivostok şehriga yetkazib keldi. Sünni Emrah suratli haber. Koriya istihbarat organı. Bunu delilledi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaa Ministri Avustin delilledi. NATO'nun tashkiliy gruppasi ham delilledi. Demak, bunun neticesi delilleştiğin neticesi Çavuşan Ukrayna'ya karşı Sovyetlerge yardım verip asker çıkardı. Ukrayna'ya asker çıkardı. Şunun bilan Zelenskiy nima dedi? Bu ahvolni ko'rib turibsizlar, delillabsizlar. Men G'arb davlatlarining, ya'ni G'arbki Ukrayna'nın ittifoqdosh davlatlarining bu masalaga jiddiy qarashini umid qilaman dedi. Bu meseleye ciddi qarashini umid qilaman dedi. Nega bu deyish vatandosh siz tahlil qilib bakma. Çavuşan Ukraynaga qarshi askar chiqadi. Jungoning xabari yo'qmi? Jungo Osiyoda bir qo'rqinchoq davlat. Mushundaq cho'ng bir ishga tavakkalchilik qila oladi vatandosh. Sen Osiyodan Yevropaga verip Yevropa urushi qatnashding degan so'z nimadan darak berdi vatandosh? Sen Osiyodan Moskvaga verip Moskva armiyasi bilan hamkorlashib Ukraynaga qarshi urush qilding degan so'z nimadan darak berdi vatandosh? Undaqda Jungo Çavuşan münasebeti bilan Jungo Rusya münasebeti qaysi o'rinda? Hozir Jungo Çavuşan münasebeti o'rilib Jungo Çavuşan münasebeti tövellab ketdimi? Buranda zade Rusya Jungo'ga besim işletdimi ve yoki vaziyat qistab kelib, hozir Jungo shundaq majburiyat ostida qoldimi? Nima qilarini bilmay qoldimi? Hozir demak Ukrayna urushi sen Çavuşan askar avatibsan Moskvaga Ukrayna urushi maydoniga, undaqda bu urushni hozir sen Osiyoga boshlab kirding degan gap. Rusya Ukrayna urushini sen Osiyoga sharqiy shimoliy Osiyoga boshlab kelding degan. Bu balani sen Çavuşandan boshlig'i Kim Jong-un topding degan gap. Endi mushu navbatda Jungo Kompartiyasi puti ko'ygan to'xudak bo'lib qoldi degan gap. Nima qilardi bilinmay qoldi degan gap vatandosh. Başta nima dedik? Damokles xanjiri bo'yniga beshingni sanglab turibdi. Nima qilarini bilamsan, nima chiqish yo'ling bor bilamsan, buniki nima ish qilasan? Mana bu tabiiy qo'yilgan savol so'roqlardir vatandosh. Endi siz Moskvada Qozonda Vladimir Putinni tanqidladi desa, bunaqa mumkin emas. Jungoning rais sekretari, partiya sekretari Rossiyalikni tanqid qila oladi degan qoida bormi? Dünyada şuna qoida bormi vatandoshlar? Bu ish hozir intayin xatarlik. Hozirgi dunyoning vaziyatida endi bu hozir Jungoning vaziyatimi shuning munosib qilning ustida lig'irlab turibdi vatandosh. Qilning ustida lig'irlab turibdi. Endi sizlar vaziyatni shuna kuzatsanglar.